Bugungi chislo 2025-yil 8-may sanasiga vanderkotlar terim jarayoni. Do'stlar, vanderkotlar hozirgi kunda uzilayotgan narxi 50 ming so'm bo'lyapti. Bularda narxi tushmaydi chunki buni sababi kalibri juda yirik, rangi ham juda chiroyli, sinib ketaman deyapti. Vanderkot o'riklari shoxiga ulangan 5 yoshli shoxlar. Bular har bir shoxda yoshi 5 yoshda. Payvand tagligi yovvoyi o'rik. Faqat daraxtni tepasiga ulangan. Bu oldin bu shalaq o'rik bo'lgan, tepasiga pindik payvand qilingan. Shu bilan vanderkot bog'iga almashtirilgan. Yaqinroqdan ko'rsatamiz, tarozini yoqamiz. E'tibor berib ko'rasizlar. Bir donasining og'irligi 104 gram. Har bitta mevani narxi 5000 so'mdanga to'g'ri keladi. Bir dona mevaning narxi 5000 so'mdan. Do'stlar, hozir bunga men orqali mevasini yeb, mevasiga ta'miga baho beramiz. E'tibor berib ko'ringlar. Ichiga hali mana qalb pishib ulgurgani yo'q mana. Do'stlar, mana danagidan ajraydi. Mana vanderkot o'rigi. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi juda ham mazali. Yoqadi hammaga. Do'stlar, videoga like bosamiz, mehnatlarga like bosamiz. Vanderkot o'rigini yegani ham kelaverasizlar do'stlar.